Assalomu alaykum, meni hurmatli kuzatuvchilarim. Men sizlarga bitta foydali tavsiyani bo'lishib ketmoqchiman. Bu qora sedana cho'pperdan chiqarib, rosa maydalab, cho'pperdan chiqarib, unga bir piyola sedanani maydalanganiga yarim litr asal, toza asal qo'shdik. Mana uni ikkalasini yaxshilab aralashtirib, bu immunitetimizni ko'tarib beradi. Odamning sog'ligiga sedana, bilasizlar, mana qora sedana, ajir sedana deyishib reklamalar qilishyapti internetda. Buni foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Ming bir dardga davo deydi, o'limdan boshqasini hamma narsaga davo deyishadi. Bo'lib hamki, buni yosh-u qari, ayol, erkak bemalol yeyishi mumkin, ichishi mumkin. Chunki foydasi yaxshi. Hamma kasalliklarga immunitetni ko'tarib bergani. Mana bitta bankada hozir yarim kilo tayyorladim. Mana shuni har kuni mana shu kichkina choy qoshiqchada bitta yeb turamiz. Efirda yemay qo'yaveray. Shuni ham yeb kavshanib chiqibdi demaylar yana. Shunaqa. Endi buni ko'pchilik biladi. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga foydali tavsiya. Albatta shuni erinmasdan qilib bolalarga, o'zingizlarga yeyishni tavsiya qilaman. Keyin oshqozonida yarasi borlar, oshqozoni yallig'langan insonlarga ham zo'r foyda beradi. Ancha-muncha oshqozonim og'rib bo'ladi. Shuning uchun shu qora sedanadan yeyish uchun tayyorladim o'zimga. Bismillahirrohmanirrohim. Banat fobsim. Baribir sedana achchig'ligi toza asalni ham kesib yuboribdi. Hammaga xayrli kech. Sog'lik birinchi o'rinda. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman.